Shotlandiya qulupnaylar. Kattaligini qaranglar. Ana quyon yuribdi. Bu ham qulupnay yeyishga kelganmi deyman. Yaxshi ko'rinyapti lekin. Bizni ferma mana shu. Bu tomonda qanaqadir uylar bor ekan. Shu pastga qarab bir 500 metrcha yurilsa, daryo bilan dengizni qo'shilgan joyi bor shu tomonda. Suv bor mana. Qarab ketaversa dengizga qo'shilib ketadi. Qo'y fermasi bor ekan. Uylarda orqa tomonda anaqa shamol generatorlari. 1, 2, 3, 4, 5 ta. Rosa ko'p. Tabiati zo'r. Har kuni yomg'ir. Quyosh, yomg'ir, bulut. Tabiati zo'r. Har kuni yomg'ir. Quyosh ham ba'zi chiqib turadi. Ertaga 6 da mana shu joyda qulupnay teramiz biz. Shu yo'lda oxirida karavanlarimiz. Shunday yashaymiz. Angliyada oylik qancha deyotganlarga qancha terib olsangiz shunchada qulupnayda mana shunaqa pullar bo'ladi. Ne terib olasiz. Yerda manaqa tangalar ham yotadi. Ularni ham terib olsangiz mana yana bitta